Ketida ham taksga video chiqarmaganimga ham ro'porosa 7 oy bo'pti. Shunaqa bo'lsa ham orasida shorts qo'ygan videolarimni kommentariyalarda "Teda ham taksga video chiqaring" deb so'raganlar menga motivatsiya bo'ldi. Shuncha vaqt o'tsa ham hali ham meni unutmaganlar bor ekan deb, bugun sizlarga Teda hamda eng kerak bo'ladigan top 3 ta fishkalar haqida gapirib bermoqchiman. Undan oldin esa bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. 100 mingta bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi. 100 mingta bo'lib turib YouTube knopkasini olish orzularimdan bittasi. Bu videoni ko'rish orqali nafaqat Teda ham uchun o'pit, balki o'zingiz uchun ikkita RP ham yuta olishingiz mumkin. Birinchisini yutish uchun shunchaki kommentariyaga o'zingiz aytingizni yozib qoldiring, bittasini tanlab tashlab beraman. Ikkinchi RPni yutish uchun shunchaki videoni oxirigacha ko'ring, chunki video davomida redeem kod qo'yilgan. O'sha kodni kim birinchi topsa, yutsa ham o'shaniki. Yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsanglar, biz videoni boshladik. Aynan shunaqa vaziyatda o'tishib turganimizda bizda faqatgina ikkita yo'l bor deb o'ylaymiz. Birinchisi o'ng tomondan pik qilish, ikkinchisi bo'lsa chap tomondan pik qilish. Bilasizlar, chap tomondan pik qilganimizda yutqizib qo'yish prosentimiz ancha katta bo'ladi. Shuning uchun o'ng tomondan pik qilib ko'ramiz, lekin o'ylamaymizki bizda 3-variant ham bor va o'sha variantni men hozirlarga ko'rsatib bermoqchiman. Saperligimizni chap tomondan o'ng tomondan pik qilib ancha chalg'itdik va biz hozir chiqadigan joyimizni u 100% kutgani yo'q. Betonkaning chekkasida shunaqa sakraydigan joy bor. Videoda ko'rsatilganda 2 marta sakraydigan bo'lsangiz, betonkaning tepasiga chiqib qolasiz va bemalol shu yerda o'zingiz hisobingizga yozib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi fishkamiz aynan mana shu joyda bo'ladi. Juda ham kerakli fishkalardan bittasi, lekin buni ko'pchilik bilmaydi. Saperligimiz yaxshigina damage'larni qabul qilib olgandan keyin o'z-o'zidan konteyner orqasida kutadi va aynan mana shu teshik uni masalasini hal qiladi. TDMdagi har bitta detaldan unumli foydalanish bu TDM asosiy qoidalaridan bittasi. Oxirgi 3-taktika. Bu taktikada ozgina xushyorroq harakat qilishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Tushunmadim. Hozir buni nimasi taktika endi degan savol berishga shoshilmang. Chap tomondagi konteynerdagi shotni olganingizdan keyin ushbu harakatlarni takrorlang. Biz iminda qaytaligimizni bildirib qo'yish uchun nastrel berib qo'yamiz. Va o'zimizga kerakli bo'lgan pozitsiyaga o'tib olib, bitta nastrel berib uni kutamiz. Hunter, multfilm ko'rmasangiz-chi, onasini ham qo'ysangiz-chi, siz otgan tomoningizga qarab yugurib chiqib berar ekanmi? Bo'pti. Shunaqa savollarda ham bo'lib turgan bo'lsa, juda ham ko'p hollarda odam o'lgan tomoniga qarab yurishni boshlaydi. Chimoli biz chap tomondan nastrel beryapmiz va shot qaraydigan bo'lsak, shotda ham biz oldindamiz. Po fakti u bizni push qilishi kerak. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, saperligimiz biz qayerdan pish qilganimiz haqida informatsiyani ham olgani yo'q. Va bitta narsani eslardan chiqarmanglar, TDMdagi har bitta detal bekorga qo'yilmagan. Ulardan maksimal foydalansa, o'yinimizni 100% ancha ko'tarib beradi. Sizlar bilan Hunter bo'ldi, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Kimdir qanaqadir vaziyatda qiynalib turgan bo'lsa, kommentariyaga o'zingizlarning izohinglarni yozib ketsanglar bo'ladi va keyingi video shu haqida chiqishi ham mumkin.